Yana undan tashqari xayriya fondingiz bor, o'zingiz mana ko'plar aytadi, mana shuncha boy ekan, nima foydali ish qilibdi xalq qilib so'rashadi. Fondingiz bor, Bright Future, to'g'rimi? Bright Futures. Светлое будущее deganda. Kimga yordam berishadi u fondda? Bu fondda первый очередь birinchi o'rinda nima turadi? Balalar sog'ligi. Juda qiyin, chunki zaprosda 100 ta kelsa ham 100 ta zaprosdan endi baribir limit borda, bir oyda 5 ta bala olamiz. 6 ta, 8 ta, undan ko'p olmaymiz, нет возможности пока. Bundan kamiga и народ собирает, и близкие дают, и hammasini birga o'shanlarga lekin chiqadi. И каждый har oy где-то 5 ta, 6 ta balachani hayoti спасается. Почему всегда почти faqat bir marta o'lib qolgan za всю историю Bright Futures. Qolgan payt hammasi sog' bo'lib tuzayib ketgan bolalar. Mana shu kadrlarni qo'yamiz fondingizni. Oddiy qilib aytganda biz ana bu biznesmenlar ko'rayotgan bo'lsa, sizni fondingizdan shu muhtojlarga yordam berishi mumkin. Именно mana shuncha ochganman. Chunki men o'zim agar o'zimni ishlagan pulimni faqat o'shaning uchun ko'rsatgani, даже unaqa narsa qilmayman. A bu fond именно объединяет. Например, bilmaysiz-ku, mana internetdan berib yubordingiz, например, menda u bilmaysiz qayerga ketdi. Albatta berasiz, точный bilasiz, o'sha odamga yetgan отчеtlari bilan, videolari bilan, hammasi bilan.